Pensionerlar, iltimos, bu videoni oxirigacha ko'ring. Sizga olib kelib mana shu qog'ozga imzo qo'ying. Oddiy rasmiyatchilik deyishsa shoshilmang. Ayniqsa pensiya, bank kartasi, uy-joy, meros, qarz, davolanish yoki ijtimoiy yordam bilan bog'liq hujjat bo'lsa, bitta imzo keyin katta muammoga aylanishi mumkin. Men bugun ekspert sifatida sizga qaysi qog'ozlarga ehtiyot bo'lish kerakligini, nimani o'qimasdan imzolamaslik zarurligini, kimlar xavf ostida ekanini va o'zingizni qanday himoya qilishni oddiy tilda tushuntiraman. Bu ma'lumot har bir pensionerga, ularning farzandlariga va qarindoshlariga tegishli. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'pchilikni pulidan, uydan va asabidan saqlab qoladi. Oldin ko'p ishlar oddiyroq edi. Pensioner pensiyasini pochta orqali olardi. Mahalla yoki ijtimoiy xizmat vakili kelib yordam berardi. Bank kartalari, onlayn shartnomalar, mikroqarzlar, elektron arizalar hozirgidek ko'p emas edi. Hujjatlar ham kamroq bo'lardi. Odamlar ko'pincha faqat ariza yozar, pasport nusxasini topshirar, imzo qo'yardi va masala tugardi. Ammo hozir vaziyat o'zgardi. Pensiya kartaga da tushadi, bank ilovalari bor, kredit tashkilotlari ko'paygan, xizmat ko'rsatish markazlari, notarial idoralar, sug'urta, subsidiya, kompensatsiya, kommunal imtiyozlar, davolanish uchun yo'llanmalar bo'yicha juda ko'p hujjatlar paydo bo'lgan. Ana shu murakkablikdan ba'zi noinsof odamlar foydalanadi. Ular pensionerning ishonuvchanligini, yoshi kattaligi sabab hujjatdagi mayda yozuvlarni o'qishga qiynalishini, "Bolam, men tushunmayman, sen aytganingni qilaman" deb ishonishini biladi. Eng xavfli gaplar odatda shunday boshlanadi. Bu oddiy qog'oz. Bu faqat ma'lumot uchun. Imzo qo'ymasangiz pensiyangiz to'xtaydi. Hamma imzo qo'yapti. Vaqt yo'q, tezroq qiling. Men sizga yordam beryapman. Mana shu iboralarni eshitsangiz, ichingizda darhol signal yonishi kerak. Asosiy masala shuki, imzo huquqiy oqibat keltiradi. Ya'ni siz "Men roziman, men oldim. Men qarzim borligini tan oldim. Men vakolat berdim. Men da'vodan voz kechdim. Men mulkimni berishga roziman" degan ma'nodagi hujjatga imzo qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Keyin "Men o'qimagan edim. Menga boshqacha tushuntirishgan edi. Ko'zim yaxshi ko'rmaydi" deyish har doim ham sizni qutqarmaydi. Sudda, bankda, notariusda yoki tashkilotda ko'pincha birinchi savol shunday bo'ladi. Imzo siznikimi? Agar imzo sizniki bo'lsa, uni bekor qilish uchun alohida isbot, guvoh, ekspertiza va vaqt kerak bo'ladi. Eng avvalo, pensioner hech qachon bo'sh qog'ozga imzo qo'ymasligi kerak. Bu eng xavfli holatlardan biri. Ba'zan bu yerga hozir imzo qo'ying, keyin matnni to'ldiramiz deyshadi. Bunday qilish mumkin emas. Bo'sh varaqning yuqorisiga keyin ariza, tilxat, qarz majburiyati, rozilik xati yoki vakolatnoma matni yozilishi mumkin. Masalan, otaxon qo'shnisiga kommunal to'lov bo'yicha yordam beradi deb ishonib bo'sh qog'ozga imzo qo'ydi. Keyin o'sha qog'ozda "Men falonchidan 20 million so'm qarz oldim va bir oyda qaytaraman" degan tilxat paydo bo'lsa, otaxon isbotlashga qiynaladi. Chunki pastda imzo bor. Ikkinchi xavfli hujjat bu ishonchnoma. Ishonchnoma oddiy qog'ozdek ko'rinishi mumkin, lekin u boshqa odamga sizning nomingizdan ish qilish huquqini beradi. Masalan, pensiyangizni olish, bank kartangiz bo'yicha harakat qilish, hujjat topshirish, ariza yozish, uy-joy bo'yicha bitimlarda qatnashish, avtomobil sotish yoki boshqa mulkiy masalalarda vakil bo'lish. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Pensioner faqat pensiyamni olib kelib bersin deb ishonchnoma bergan. Lekin matda barcha tashkilotlarda mening nomimdan vakillik qiladi, arizlar beradi, hujjatlarga imzo qo'yadi, pul mablag'larini oladi degan keng vakolatlar yozilgan. Natijada vakil odam pensioner bilmagan ishlarni ham qilib yuborgan. Uchinchi xavfli qog'oz bu qarz shartnomasi yoki tilxat. Ba'zan pensionerga sizga yordam puli chiqadi. Kartangizni yangilaymiz. Telefoningizga kod keladi. Shuni ayting deyshadi. Keyin ma'lum bo'ladiki, uning nomiga mikroqarz rasmiylashtirilgan yoki hujjatda "Men 10 million so'm oldim" deb yozilgan bo'ladi. Pensioner esa "Men faqat 1 million oldim yoki umuman olmaganman" deydi. Shuning uchun pul bilan bog'liq har qanday qog'ozda aniq summa, sana, kimdan kimga, qaytarish muddati, foiz bor yoki yo'qligi, jarima bor yoki yo'qligi aniq yozilganini tekshirish kerak. 4-xavfli hujjat bu davom yo'q. E'tirozim yo'q, roziman degan mazmundagi arizalar. Masalan, sizga yetkazilgan zarar uchun kam pul berib, "Mana shu qog'ozga imzo qo'ying, keyin qolganini hal qilamiz" deyishlar mumkin. Qog'ozda esa "Men barcha pullarni to'liq
to'liq oldim, kelgusida hech qanday davom yo'q deb yozilgan bo'ladi. Shundan keyin qolgan pulni talab qilish qiyinlashadi. Yana bir misol. Pensioner uy ta'miri uchun ustaga 15 million so'm berdi. Usta ishni chala qildi. Keyin material uchun imzo kerak deb bir qog'oz tutdi. Qog'ozda esa ish to'liq bajarildi, buyurtmachi e'tiroz bildirmaydi degan jumla bor. Bitta imzo bilan pensioner keyingi talabini zaiflashtirib qo'yadi. 5-xavfli hujjat bu uy-joy va merosga oid roziliklar. Ayrim oilalarda yoshi katta ota-onaga uy sizniki-ku, lekin hujjatni vaqtincha mening nomimga o'tkazib turamiz. Subsidiyaga kerak, kredit olish uchun kerak. Keyin qaytarib beraman deyishadi. Men bunday gaplarga juda ehtiyotkor qarashni maslahat beraman. Uy-joy bo'yicha oldi-sotdi, hadya voz kechish, ulushdan voz kechish, merosdan voz kechish. Ro'yxatdan chiqarish kabi hujjatlar hayotiy ahamiyatga ega. Bugun farzandingiz, jiyaningiz yoki tanishingiz yaxshi munosabatda bo'lishi mumkin, lekin ertaga vaziyat o'zgarsa, hujjat o'z kuchida qoladi. Sudda u menga og'zaki va'da bergan edi degan gap ko'pincha yetarli bo'lmaydi. Birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki firibgarlar aynan qarindoshlar yonida bo'lmagan. Maslahatlashadigan odami kam, hujjatni bir o'zi hal qiladigan insonlarni nishonga oladi. Ikkinchi guruh bu ko'zi yaxshi ko'rmaydigan, eshitishi og'irlashgan, sog'lig'i sabab tez charchaydigan pensionerlar. Ularga hujjatni tez o'qitib, shoshiltirib imzo oldirish osonroq. Uchinchi guruh bu bank kartasidan foydalanishni yaxshi bilmaydiganlar. Ularga kod ayting, ilovani oching, mana shu arizaga imzo qo'ying deyish orqali kredit, pul yechish yoki karta ma'lumotlarini qo'lga kiritish mumkin. To'rtinchi guruh bu farzandlar yoki qarindoshlari bilan mulkiy kelishmovchiligi bor pensionerlar. Bunday holatda har bir hujjat ikki barobar ehtiyot bilan ko'rilishi kerak. Masalan, ona 2 xonali uyda yashaydi. O'g'li ona, uy sizniki, lekin men remont qilaman, nomimga o'tkazib qo'ying dedi. Ona ishonib hadya shartnomasiga imzo qo'yadi. 1 yil o'tib kelin bilan kelishmovchilik chiqadi. Ona o'z uyida begona odamdek bo'lib qoladi. Qonuniy tomondan esa uy allaqachon o'g'lining nomida. Mana shunday vaziyatlarda men baribir ularning onasiman degan ishonch hujjatning huquqiy kuchi almashtira olmaydi. Kimlar unchalik xavotir qilmasligi mumkin? Agar hujjatni to'liq o'qigan bo'lsangiz, mazmunini tushungan bo'lsangiz, nusxasini olgan bo'lsangiz, mustaqil maslahatchi yoki ishonchli qarindosh bilan tekshirgan bo'lsangiz, shoshilinch bosim bo'lmasa, unda xavf kamayadi. Masalan, pensiya miqdorini qayta hisoblash uchun Davlat xizmatlari markaziga ariza topshiryapsiz. Xodim sizga ariza matnini ko'rsatdi. Unda faqat pensiyani qayta hisoblashni so'rayman deb yozilgan. Siz nusxa oldingiz. Bunday holatda oddiy ariza bo'lishi mumkin. Lekin baribir o'qimasdan imzo qo'yish odatini tark etish kerak. Birinchi misol, 68 yoshli ayolga mahalladan tanish bir kishi kelib, sizga ijtimoiy yordam chiqaramiz. Pasportingiz va kartangiz kerak deydi. Ayol ishonadi. Unga bir nechta qog'ozga imzo qo'ydirishadi. Bir oy o'tib, kartasidan pensiya tushishi bilan pul yechib olinadi. Keyin ma'lum bo'ladiki, u kartaga xizmat ko'rsatish va pul mablag'larini olishga vakolat beraman degan ishonchnomaga imzo qo'ygan. Ayol aslida yordam kutgan, lekin hujjat boshqa mazmunda bo'lgan. Agar u imzo qo'yishdan oldin matnni ovoz chiqarib o'qittirganida va vakolat so'ziga e'tibor berganida, bu holatning oldini olish mumkin edi. Ikkinchi misol, 2 yoshli otaxonga telefon orqali sizga 5 million so'm imtiyozli yordam beriladi, faqat anketa to'ldiramiz deyishadi. Keyin bir yigit kelib hujjat to'ldiradi, otaxon imzo qo'yadi. Aslida bu mikroqarz shartnomasi bo'ladi. Shartnomada 5 million so'm qarz, xizmat haqi, kechiktirish jarimasi yozilgan. 3 oy o'tib qarz 7 milliondan oshadi. Otaxon men yordam puli deb o'ylagandim deydi. Ammo hujjatda qarz oluvchi deb yozilgan. Shu sabab men doim aytaman. Yordam, kompensatsiya, subsidiya, imtiyoz degan so'zlar og'izda aytilgani bilan qog'ozda nima yozilgani muhim. 3-misol. 65 yoshli pensioner ayol qiziga uyining yarmini vaqtincha rasmiylashtirib beradi. Qiz bankdan kredit olib, biznes qilaman, keyin qaytaramiz deydi. Notariusda ayol hadya shartnomasiga imzo qo'yadi. Hadya degani mulkni bepul berish degani. Bu vaqtinchalik emas. Keyin qiz kreditni to'lay olmaydi. Mulkka tag'i tushadi, oilada janjal boshlanadi. Ayol men faqat yordam bermoqchi edim deydi. Ammo imzo qo'yilgan hujjat hadya bo'lgan. Shuning uchun uy-joy masalasida vaqtincha keyin o'zimiz bilamiz kabi og'zaki gaplarga tayanish mumkin emas.
To'rtinchi misol. Pensioner davolanish uchun xususiy klinikaga boradi. Unga bir varaq berishadi. Bu rozilik imzo qo'ying deyishadi. Tibbiy rozilik hujjati ham muhim. Unda muolaja turi, xavflar, narxlar, qo'shimcha xizmatlar yozilgan bo'lishi mumkin. Agar narx aniq ko'rsatilmagan bo'lsa yoki barcha qo'shimcha xarajatlarni to'lashga roziman degan juda umumiy jumla bo'lsa, keyin kutilmagan hisob chiqishi mumkin. Tibbiy xizmatda ham savol berish uyat emas. Qaysi muolaja, qancha turadi, qo'shimcha to'lov bormi, natija kafolatlanadimi, rad desam nima bo'ladi? Hamma hujjat yomon degani emas. Pensioner hayotida zarur hujjatlar ko'p. Pensiyani qayta hisoblash arizasi, nafaqa tayinlash arizasi, davolanish yo'llanmasi, bank kartasini almashtirish arizasi, kommunal imtiyozlar bo'yicha murojaat, sanatoriyga navbat. Merosni qabul qilish, soliq yoki kadastr ma'lumotlari. Muammo hujjatning o'zida emas, uni tushunmasdan imzolashda. Men sizni hujjatdan qo'rqishga emas, hujjatni boshqarishga chaqiryapman. Bir nozik jihat bor. Ba'zan hujjat nomi oddiy bo'ladi, lekin ichidagi jumlalar xavfli bo'ladi. Masalan, tepasida ariza deb yozilgan. Odam ariza bo'lsa xavfsiz deb o'ylaydi. Ammo ichida men falon mulk bo'yicha ulushimdan voz kechaman yoki men to'lovni to'liq oldim degan jumla bo'lishi mumkin. Yoki tepasida anketa deb yoziladi. Ichida esa shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash. Uchinchi shaxslarga berish, reklama va moliyaviy takliflarga rozilik kabi bandlar bo'ladi. Shaxsiy ma'lumot ham puldek qimmat. Pasport seriyasi, JSashir, telefon raqam, karta ma'lumoti noto'g'ri qo'lga tushsa, keyin sizning nomingizdan ariza, qarz yoki boshqa xizmatlar rasmiylashtirishga urinishlar bo'lishi mumkin. Yana bir nozik chat nusxaga imzo qo'ying deyishadi. Nusxa ham hujjat. Agar nusxada asl nusxasiga teng. Olganimni tasdiqlayman, roziligimni bildiraman degan yozuvlar bo'lsa, u ham ahamiyatli. Qabul qildim degan imzo ham muhim. Masalan, sizga 3 million so'm berildi, lekin qog'ozda 200 million so'm qabul qildim deb yozilgan bo'lsa, bu keyin sizga qarshi ishlashi mumkin. Shuning uchun pul olganingizda summa raqam bilan ham, so'z bilan ham to'g'ri yozilganini tekshiring. 3 ming so'm, 3 million so'm, sana ham to'g'ri bo'lsin. Yana bir xavfli holat bu telefon orqali kelgan kodlar. To'g'ri, bu qog'ozga imzo emas, lekin oqibati imzoga o'xshash bo'lishi mumkin. SMS kod, bank ilovasidagi tasdiqlash, elektron raqamli imzo paroli. Plastik karta kodi hech kimga aytilmaydi. Agar kimdir men bankdanman, pensiya jamg'armasidanman, davlat xizmatidanman desa ham kodni aytmang. Rasmiy xodim sizdan SMS kodini so'ramasligi kerak. Agar siz kodni aytsangiz, keyin pul ko'chirish yoki shartnomani tasdiqlash xavfi tug'iladi. Endi aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, har qanday qog'ozni imzolashdan oldin uning nomini, sanasini, kim tuzganini va mazmunini o'qing. Ko'zingiz yaxshi ko'rmasa, menga ovoz chiqarib o'qib bering deng. Bundan uyalmang. Hujjatni bergan odam shoshiltirsa, men o'qimasdan imzo qo'ymayman deb qat'iy ayting. Bu sizning huquqingiz. Ikkinchi qadam. Tushunmagan so'zlaringizni belgilang. Ishonchnoma, vakolat, rozilik, voz kechaman, davom yo'q, qarz oluvchi, kafil, garov, jarima, penya, uchinchi shaxs, shaxsiy ma'lumot hadya. Oldi-sotdi kabi so'zlar bo'lsa, darhol to'xtang va tushuntirish so'rang. Ayniqsa kafil so'ziga e'tibor bering. Kafil bo'lish degani boshqa odam qarzini to'lamasa, sizdan talab qilishlari mumkin degani. Ba'zi pensionerlar nabirasiga yordam beraman deb kreditga kafil bo'ladi. Keyin nabira to'lamasa pensiyasidan ushlab qolish xavfi paydo bo'ladi. Uchinchi qadam, hujjatning nusxasini oling. Imzo qo'ygan har qanday hujjatingizning bir nusxasi sizda bo'lishi kerak. Nusxa berilmaydi deyishsa, bu ham signal. Kamida telefoningizga rasmga oling. Agar telefon ishlatmasangiz, yoningizdagi ishonchli odamdan rasmga olib qo'yishni so'rang. Keyin muammo chiqsa, aynan nimaga imzo qo'yganingizni ko'rsatish mumkin bo'ladi. To'rtinchi qadam, uy-joy, meros, katta pul, kredit. Ishonchnoma masalalarida hech qachon yolg'iz bormang. Yo'ningizda ishonchli farzand, qarindosh, qo'shni yoki huquqni tushunadigan odam bo'lsin, lekin bu odam hujjatdan manfaatdor bo'lmasin. Uyingizni kimning nomiga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, aynan o'sha odam sizga maslahatchi bo'lishi to'g'ri emas. Mustaqil fikr kerak. Kerak bo'lsa advokat yoki yuridik maslahatga boring. Bitta maslahat uchun to'langan pul keyin uy yoki katta qarzni yo'qotishdan ancha arzon. 5-qadam, ishonchnoma berishga majbur bo'lsangiz, uni tor doirada yozdiring. Masalan, faqat pensiyani olish uchun.
faqat falon tashkilotga ariza topshirish uchun, faqat falon muddatgacha barcha ishlarimni yuritishga, barcha pul mablag'larimni olishga, barcha shartnomalarni imzolashga degan keng vakolatlardan ehtiyot bo'ling. Ishonchnomada muddat bo'lsin. Ishonchnomani keyin bekor qilish ham mumkin. Buning uchun notariusga murojaat qilinadi. Agar ilgari ishonchnoma bergan bo'lsangiz va endi ishonchingiz qolmagan bo'lsa, uni bekor qilishni kechiktirmang. 6-qadam, bank kartangizni hech kimga bermang. Hatto yaqin odamga berganda ham xavf bor. Karta raqami, amal qilish muddati orqa tomonidagi kod, PIN kod, SMS kod maxfiy. Pensiya tushadigan kartani qarindosh ishlatib yursa, pul qayerga ketganini keyin aniqlash qiyin bo'ladi dedi. Agar yordam kerak bo'lsa, bankka boring. Rasmiy tartibda qo'shimcha xizmat yoki ishonchli vakil masalasini tushuntirib oling. Ammo PIN kodni aytib berish yechim emas. 7-qadam. Agar siz allaqachon shubhali qog'ozga imzo qo'ygan bo'lsangiz, kutib o'tirmang. Darhol hujjat nusxasini toping. Kimga qachon, qayerda imzo qo'yganingizni yozib qo'ying. Guvohlar bo'lsa, ularning telefon raqamini saqlang. Agar bank yoki kredit bilan bog'liq bo'lsa, bankka yozma ariza bering. Mening nomimdan ruxsatsiz yoki aldov yo'li bilan rasmiylashtirilgan operatsiyalarni tekshirishingizni so'rayman. Agar mulk yoki notarial hujjat bo'lsa, notariusga, kadastrga, advokatga murojaat qiling. Agar firibgarlik alomati bo'lsa, ichki ishlar organlariga ariza yozing. Arizada voqeani aniq yozing, sana joy, kim kelgan, nima degan, qaysi hujjatga imzo qo'ydirgani, qanday zarar yetgani. 8-qadam, arizani og'zaki emas yozma qiling. Har bir tashkilotga murojaat qilganda arizangizdan nusxa olib, kirim raqami qo'ydiring yoki elektron murojaat yuborsangiz. Ro'yxatga olinganini saqlang. Borib aytdim, ular ko'rib chiqamiz degan gap keyin isbot bo'lmaydi. Yozma iz qoldiring. Pensionerlar ko'pincha odob yuzasidan qattiq talab qilmaydi. Lekin huquqingizni himoya qilish odobsizlik emas. 9-qadam, farzandlar va navralar ham mas'uliyatni his qilsin. Agar uyingizda pensioner ota-ona bo'lsa, ularga hech narsaga imzo qo'ymang deb qo'rqitish yetarli emas. Ular bilan kelishib oling. Notanish hujjat bo'lsa, avval sizga telefon qiladi. Bankdan qo'ng'iroq bo'lsa, kod aytmaydi. Uyga biror kishi hujjat bilan kelsa, rasmga olib yuboradi. Kredit, kafil, uy-joy, meros masalasida yolg'iz qaror qilmaydi. Bu nazorat emas, himoya. Men bugun sizga eng muhim fikrni yetkazmoqchiman. Pensioner uchun eng xavfli qog'oz bu nomi chiroyli, lekin mazmuni tushunarsiz bo'lgan qog'oz. Bo'sh varaq. Keng vakolatli ishonchnoma, qarz shartnomasi, kafil bo'lish, davom yo'q degan ariza, uy-joy yoki merosdan voz kechish, bank kartasi va shaxsiy ma'lumotlarga oid roziliklar alohida ehtiyot talab qiladi. Imzo qo'yishdan oldin o'qing. Tushunmagan joyingizni so'rang. Nusxa oling, shoshilmang, ishonchli odam bilan maslahat qiling. Kimdir sizni shoshiltirsa, demak aynan o'sha paytda to'xtash kerak. Agar bu mavzu sizga tanish bo'lsa, izohlarda yozing. Sizga yoki yaqinlaringizga shunday qog'ozga imzo qo'ydirishga urinishganmi? Tajribangiz boshqalarga yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, qarindoshlaringizga yuboring. Bitta vaqtida aytilgan ogohlantirish kimningdir pensiyasini, uyini va tinchligini saqlab qolishi mumkin.